Yarım saatte tayyor bolатын pеченый. Assalomu alaykum shahllarim. Qalaysizlar? Ava, durust eshitdingiz. Yarim saatda tayyor bo'ladi. Judayam tez bo'lasiz. Nasida asxonada ko'p tura bermaysiz. Mayik bilan qum shakarda yaxshilab bir ko'pirtib olamiz. Qalasangiz mikserda, qalasangiz venchikda. Keyin sut, may, un, kakao barini solib, yaxshilab aralashtirib, listga juqalab jayib olib, pechkada 15-20 minutda pishirib olasiz. Korjimiz pisib, suviyman degancha kremini tayyorlab olamiz. Qaymoq bilan varённое molokoni yaxshilab qo'yib olaman degancha aralashtirib olamiz. Korjimizda domalarga etib kesib olib, kremini tekshitni quyib chiqamiz. O'rtasini jem yoki shokolad qilgan satsangiz bo'ladi. Salmay qora kremning o'zini quyib, qaptalda ozigan korjlarni uzoqlab ustiga sevib, ozg'antay vaqt qalinlikka solib olamiz. Qalinlikdan olib bo'lgandan keyin ustiga shokoladni eritib quyib chiqdim. Ol o'zingizning qo'lingizga quymasangiz da bo'ladi. Dami sonday mazali bo'ladi. Bir marta bo'lsa-da silab ko'ring. Ya'ni asxonada ko'p vaqtingiz ketmaydi. Tez pishib chiqadi, ham tez tayyor bo'ladi. Kechki beski shaylarga judayam zo'r ketadi. Bir marta bo'lsa-da silab ko'ring. Agar silab ko'rsangiz, meni belgilab ketadi, unutmang. Tez ham ansat tayyor bo'ladigan retseptlar menda hamma vaqtda oladi. So'ng menga podpiska bosib qo'yishni unutmang.